Assalomu alaykum hammaga. Mana uyg'otib boring buni Asror. Jo'jalarni bir uyg'otib boring. Xudo xolasa yana jo'jalarning holati yaxshi. 12-13 may tayyor bo'ladi. Mana jo'jalarimiz. Farg'onaga kelib, jo'jalarni olib ketishga berdik. 7-sanada Xorazmda jo'ja bo'ladi, xudo xolasa. Bu 12-sanada tayyor bo'lsa, 13-mayga tayyor bo'ladigan jo'jalar. Bu yerda 1100 ta jo'ja. Mana shu yigit butun Xorazmni jo'ja bilan ta'minlayapti, boqib. Mana orqasida aylanib yurishimdan ko'raveringlar. Mana jo'jalarning holati sog'lom, vaksinalari qilingan, tumshuqlari ham kesilgan jo'jalarimiz. Assalomu alaykum hammaga. Mana uyg'otib boring buni Asror. Jo'jalarni bir uyg'otib boring. Xudo xolasa yana jo'jalarning holati yaxshi. 12-13 may tayyor bo'ladi. Mana jo'jalarimiz. Farg'onaga kelib, jo'jalarni olib ketishga berdik. 7-sanada Xorazmda jo'ja bo'ladi, xudo xolasa. Bu 12-sanada tayyor bo'lsa, 13-mayga tayyor bo'ladigan jo'jalar. Bu yerda 1100 ta jo'ja. Mana shu yigit butun Xorazmni jo'ja bilan ta'minlayapti, boqib. Mana orqasida aylanib yurishimdan ko'raveringlar. Mana jo'jalarning holati sog'lom, vaksinalari qilingan, tumshuqlari ham kesilgan jo'jalarimiz.